Nima bo'lamaydi qilib kelmaysan? Nimaga kelmaysan? Bir kun ishladi. Shu yerda gapirsan onangga. Men nima deyman? Ayam nima desa shu bo'ladi. Bering. Osir. Gep sherbutani ham yiqitasanmi? Voy tentak. Sariq mushak qarab tursan hali. Nima deysiz endi qo'shni bu bo'ladi endi. Siz jim turing. Sen saripchak nimaga olimga chil berding? Hozir chil ber, davay. Ay desin bu ya. Aydi. Ayde. Ay. Yana bir marta olimga teginsang, ko'zingni o'yib olaman saripchak. Ranging yoqmaydi o'zi seni. Aya. So'sin polvon, meni bilasana. Olimga jutqizmasang jo'ttaman bo'lar lekin. Bu xolam taniyman. Davay. Video kanalimiz doimiy hamkori Adinixbet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda turli xil sport o'yinlaridan yuqori daromad qilishingiz mumkin. Kommentariyada qoldirilgan omad silkasi orqali Ananas.uz promokodi bilan ro'yxatdan o'ting hamda turli xil pulli bonuslarni qo'lga kiriting. Barchaga omad do'stlar. Aya tursun polvonni yutdim aya. Ura, Toshkentga o'qishga kirdi. Aya sariq popshak o'qishga kiribdi. Mani eshik qisqanmi? Buncha chiroyli joy ayajon. Shunday joyga olib kelaman-da, Toshkentda bitta jirtamaysiz. Otiyan teyimsi. 1-oktyabrgacha qabul ekan o'g'lim. Shu yerda o'qiysan-da katta olim bo'lasan-ay. Maza qilib o'qiyman. Bolajon, o'g'lingiz juda yaxshi, a'lochi, lekin Sherbutada qanaqadir g'ayritabiiy holat sezdim. Qanday? Xaritada Afrikani topib ber desam, men olganim yo'q deyapti. Ama olganim yo'q-da. Nima qilaman? Boshimga uramanmi Afrikani? Yoshlik qilganda bolam, hamma ona ham bolasi uchun hamma narsaga tayyor. Men ham mana shu juzligimda sotaydan sizga pulni beray. O'zi qancha turadi Afrikangiz? Oho, yamaga basharang bilan tushdingmi nima? Ha, yamalar baxtimizga sog' bo'lsin-a. Og'zingga dumba. Yamalar ehtiyot bo'da yamadan. Canonamiz. Onang immagur. Yama bor ekan, falaka turdi-yu. Yomon tinchilib. Teshk juguli. Yamaga tushdingmi? Ha, Ko'rmadimi ko'zing? yo'q-da. Ko'zga qarasin-da. Yoshlar 400 dollar bo'ladi uka. Nima? O'zi mashina o'zini 300 dollarga oldim-ku, men qanaqa 400 dollar? Bor xolasang boshqa joyda qildir, lekin bu yaqin atrofda vulkanchacha yo'q, ha? Ha, bo'pti qilib ber. Nima qilaysiz-da? Asbob topchi. Hozir. Вот тебе. Спасибо. Bu sanga. Девочка, завтра можно короткие юбки, а мини-юбка, а? Хорошо. Только Жигули сегодня приехали. Мне надо Malibu, Gentra, девочка, ko'zni yaxshiroq qilsang. Ha? Хорошо. Sanam yamani chuqurroq kovla. Kovladim. Halollab deng работает. Halollab ol qizim. Aha, okey. Siz ham deyaptilar-ku, baliqchi. Yama bor ekan-ku. Usta, Gentra tushdi, Gentra. Qani. O, Gentra. Qizni ko'rdimi? Ko'rdi? Yamaga tushdimi? Tushdi. Nega unda Gentra teshilmadi? Bilmayman. Yamani yoshroq kovla bor yo'qol. Usta, boyagi Gentra aniq teshildi. Aniq teshildimi? Teshildimi? Teshilmabdi-ku. To'xta, Gentra, to'xta. Ha, tinchlik aka. Yo'lda bitta qizni ko'rdingmi? Ko'rdim. Baloning yamaga tushdimi? Tushdi, ha? Nimaga teshilmayapti? Aka, men Largo shinalarni taqqanman. O'zbekistonga yangi modeli kirib kelgan. Bu balonlar 4 ta sezonga ham konkretchida beradi. Juda yumshoq. Germaniya muhandislari tomonidan ishlab chiqarilgan. Zo'r balon ekan. Bo'ldi ukajon. Pishtek bizga ish qolmadi. Qo'limdan kelganicha ko'zimni qisdim. Yana nima qilay? Ya qisting, zo'r qisting. Shu ko'zimiz qichidi-da singilcha. Shu ishimizga qiz bolani aralashtirmaylik degandim. Mana baraka ketdi-da. Ustozdan yomon nima qilay? Yur, yamaga ko'maman seni. Yo'qki, ko'maman. Shu o'zing kovlagan yamaga ko'mayman, jonim. Yilmurod aka, muncha qaltiryapsiz? Xolidajon. Сразу рождения. Juda ham hayajondaman. Tug'ilgan kuningdan tabriklayman. Mana sovg'a senga. Seni sevaman. Chal. Ko'ngil torimni chal. Ko'nglimdagi Voy, Yilmurod aka menga telefon sovg'a qilibdilarmi?
Voy! Sevgilimni ko'rdingmi? Ha, o'lding qaltiroq. Lekin sen zo'r chalding. Xuddi avnikini chalgandek bo'lding. Kimnikini? Bitcoin'nikini. Yur endi men senga yurayman. Yuraysanmi? Ha, to'g'ri men senikida yur. Endi sevgilimni nima qilaman? Uylanasan. To'ydan keyin zo'r bo'ladimi? Va to'yirmazda 300 gramm kolbasa qovuring tuxumcha bilan. Buxanka payt. Buxanka chipsi salat bilan. Lekin yomon chalar ekansan. Chalishga usta ekansan. Qayerda o'rganding? 4 yil konserva bankada nimaga o'qidimmi? Konservat banka? Konservatoriya. Qanday chalyapsan sen bunda? Qilyapsan? Ichingga tortasan, tashqari chiqarasan. Tushunsanmi? Ko'rasan bitta. Yo'q, men chololmayman. Tabrik, qaraylar, men turgan kunga telefon sovg'a qilishdilar. Voy qizim, umringga mana shu telefonday chiroyli bo'lsin. Baxtli bo'lgin qizim. Aytgansiz. Bu o'zi qanaqa telefon ekan? Nomi nima ekan? Bu Honor, hozir trendda. Voy, Qani qizim, bir oilaviy rasmga tushaylik. Voy, qorong'ida xirachadi. Nima deyapsiz, qo'lashga bu abitga ham, qarong'iga ham kamerasi cho'tka oladi. Mana. Mani ko'zim yumilib qopti-ku. Nima deyapsiz, qo'lashga bu telefonda ortiqcha narsalarni kesib tashlasa bo'ladi. Mana, sizni kesib tashladi. Voy, o'zi men bu uyga ortiqcha odamman. Kesib tashlaveringlar. Men ketdim. Bekor kesdingda shuni qizim, shu ko'zini ochib qo'ysang bo'lmasmidi? Elmurod, 12600 bo'lib tusladim. Yo'q, nomi chaqinma. Tuxum ochdimi? Kolbasa oshdi. Kolbasa shuncha oshadimi? Kolbasa halolda. Ha, halolimi? Hozir telefonni to'layman. Ya tavba. Ha? Ya tavba. Ishlaymi? Qo'ldan tug'ilgan kuniga pilchi shokolad oldim. Adashib telefonni beribman-ku. Yo'q, Ye, chumo. Hozir olib kelamiz aka. Putin nimaga ushlab ketdi? Otam degan telefon qilib ko'tarayqani? Elmurod qayerdasan eshak? Velik qani eshak, velikni olib kel. Adashib tushibdi chog'imdan. Assalomu alaykum. Xola deyishga. Telefonni ber. Honor telefonni ber. Telefonni ber. Ha, yo'q, garanik qoladi o'zini. Men senga pilchi shokolad olgandim tug'ilgan kuningga. Telefonni adashib berib men bor uzr, yo'qim ishtaqa. Oshqmadinglar. Shoshma. Sen nima qizimni ko'nglini xira qilib ketyapsan? Men nima xira qilaman aka? Prosta adashib qolibman, qaltirab bo'yab. Men hozir shunday qilaman, sen dunyoni xira ko'rasan. Tushunding? Amaki! Nima qilay, shu joyda saksofon cho'tki qilib chalib beraymi? Uncha chalishga qiziqdingiz do'stim. Shu chalinadigan joymi? Ha, ishlamayapti. Uyga borasan, uyda mazza qilib chalasan. Yur bu yoqqa. Ha, ishlamayapti. Ha, ishlamayapti. Amakim choldiradi hozir. Yur deyapman. To'xtama, ishlamayapti. Ha, ha. Qurtlagan tishing. O'sha kajolmisan, nima qilyapsan? Tushunmadim. Nima bu ahvol? Nima sho'rxonasini ilib tashlagansiz hamma joyga? Tinchlikmi? Dadasi, ko'chadagi xotinlardan eshitdim. Homiladorlik payti ayollar kimga ko'proq tikilib qarasa, kimni yaxshi ko'rib ko'proq ko'rsa, tug'iladigan bolasi o'shanga o'xshar ekan. Biz ham bolamiz Shohruxxonga o'xshasin deyman-da. Tavba qildim. Tinchlik bo'lsin deyish qilib. Tuzuk qiliqqa, nima qiliq bu? Boshqani ber. Ota qo'yib qo'yingizlar. Nima qilyapsan? Nimani o'g'lay deydi bu? Boring qol. Mana ahvolni ko'rdingmi? Otam meni tark etdi. Onam meni tark etdi. Baro meni tark etdi. Dünya है एक दिल के नफरत मर भी जाने नर जाने qanaqa qildim? O'qilibsan. Ota. Onamga qattiq gapirma. Onani qadrini siz qayerdan ham bilardingiz, ota? Voy qol. Dunyo mein kitni hai nafratein. Mana Qodirjon, iftorlik ham zo'r bo'ldi. Rahmat. Rahmat domla. Baloy ham zo'r bo'lgan yo'q. Tursun obke. Obbo, yana boshlandim.
Yotibdi bu. Kuyib ketibdi. Yomon kuydi. Mana qara. Ertaga uyimizda iftorlik qilamiz. Bunikidan zo'r bo'lish kerak. Dasturxonda ham bunikidek yo'q narsa bo'lish kerak, tushundingmi? Tutyapti yana. Tutadimi sen? Achityapti, achdi, yomon achidi. Bo'ldik. Domlajon, ertaga mana shu sastab bizga iftorlikka o'tasizlar. Tizza bo'yi yeb ichar bo'ladi. Lekin bu unchalik zo'r bo'lmadi, xafa bo'lmang. Qo'ldan kelgancha-da qo'shni. Sepaymi? Yo'q, ayangga aytaylik ki masla olib kelsin, tayyorlab tursin, yur. Oshdan olinglar. Shashlikni ko'rsat, shashlikni. Shashida olinglar. Hali tandirini ham yaqinroq olinglar, yaqinroq. Qodirjon, endi bugun quloq demasdan turaylik. Hazır. Kecha uyingizda iftorlikda oshingizga qanaqa go'sht soldingiz? Tovuq go'shti. Tovuq go'shti. Kulva borini solganda. Biz endi qo'y go'shti soldik. Selli qo'yni mana shu iftorlik uchun so'ydik-da. Necha xil ovqat qildingiz kecha? 2 xil, suyuq, quyuq. Ayni sharoiti shunga to'g'ri kelganda, bechora. Biz endi 5 xil ovqat qilib qo'yibmiz-da. Sal oshib ketib qolibmiz-da. Qanaqa napitka qo'ydingiz dasturxonga? Yupi qo'ygandim qo'shni. Yupi? Endi bu nima qo'ysin? Choy bilan yupi. Biz nashat qo'ydik. Nashatni qo'yish hammaga ham emas, sizga ham emas, sizlarga ham emas. To'g'ri. O'g'lim, mahallada eng zo'r iftorlikni qilib qo'yibmiz-da. Eng oldi bo'libmiz-da mahallada. Birisizda biri. Qodirjon, bu joyingiz kuymayaptimi akajon? Supi kerak emasmi? Yo'q, qo'shni, menda hammasi yaxshi. Hamma narsani zo'r qilibsiz. Faqat shu xurmo bilan nishonla qo'yibsiz-da. Men kecha qo'ygandim lekin. Uni qo'yish shartmi? Ha, endi iftorlikka xurmo bilan nishonla bo'lsa yaxshi-da. Qo'yish kerak edi. Lekin shu joyda mahallaning orqasi bo'lib qoldingiz-da qo'shni. Xurmo qani? Yo'qmi? Okey mani. Tog'da qor bormi? Tog'da qor yo'q, nima qilasiz? Orqam kuyyapti. Qorga ko'tum bilan o'tirgim kerakdi. Bilmayman, muzday joy topish. Muzmi, nimadir kerak menga. Yomonam yonyapti, yomonam. Tort bolam, tort. Jonni huzuri. Yonyapti orqam. Shunday achyapti bolam. Ko'ra olmayman uni. Mazza qilyapti, lekin shamollamasam bo'ldi bolam. Mana tushing, singlim, meni tushing. Siz kim edingiz? Blogermidingiz? Kim edingiz? Komila Lo'limidingiz? Aka nima bo'pti? Men taniyapsizmi? Men Kamila Lo'li blogerman. Men sizni ot qashqasida taniyman. Kecha istoriyangizda OPM budjetga ovoz bersanglar 20 ming so'mdan beraman dedingiz. Men ovoz berdim. Nima tushmadi pul? Aka tushib boqmadimi? Tushmoqdi. Biz telefon qilishib yuboraman, ukalarimga telefon qilib tashib yuboraveradi sizga. Aniq tushyapti. Men bo'lmasa yozaman ustingizdan, singlim. Tushyapti, o'zi 1 minut hal qilib yuboraman, uka. To'xta! Olib keldingmi? Nimani? Open budjetga bergan ovozing pulini olib keldingmi? Yo'q, tashab beraman deyapti-yu. Kim? Komila Lo'li blogger. Yurur ana shunaqa blogerlarga ishonib, mana matqovul o'g'li. Ovoz bergan puliga 1 litr yog' olib keldi. Turib kel. Agar 20 ming siz uyga kirsang, ko'zingni o'yib olaman bolam. Lola pipimi deydi. Qani pul? Nima tushmadi pul? Ha? Men san blogerga ishonib ovoz berdim OPM budjetga. Qolganlar ana yog' olyapti ekan. Sen nima beryapsan menga? Aka nima bo'pti? Qo'li berib pul tushmayaptimi? Sheva qatdiki? Navoiy City'niki. Yo, vayshi, tushmayapti pulingiz. Nimaga tushadi ovoz? Uyga borib boqing, tushyapti, pul tushyapti. Ha, uyimgacha borguncha tushyaptimi? Ukalarimga aytyapman, tushyapti. Bo'ldi, kutaman. Bu odam bo'lmaydi. Nimaga dada? Qani 20 ming so'm. Abduqodirni qara. 20 yoshida gelik oldi. Sen bo'lsa 20 ming so'm ovozingni pulini ola olmayapsan, ha? Hey, Abduqodir to'yiga Holland bilan Gvardiola kelayotganmiz. Lekin buningizni bu yurishi bo'lsa, to'yingga kuchuk ham kelmaydi, bildingmi? Xullas, bu yurish bo'lmaydi. Yazna, apa, buni yaxshilab o'qitish kerak. Yaxshi inshaalloh bor, dam soldirib kelaman. Universitetda o'qitinglar deyapman, Universitet qayerda joylashgan biz bilmasak uni. Biz bilmasak. Menga qara, bilmasang bilib qo'y, jiyan. Termiz shahrida Termiz iqtisodiyot va servis universiteti bor. Shu yerda o'qib odam bo'lasan.
Hozir men odam emasmanmi? Ha, o'qisang inson bo'lasan, tushundingmi? Bu yerda 10 mingga yaqin talaba o'qiydi. Bu yerda ana Ozoda ma'lumni Hikmatoy ma'lum dars bermaydi demişlar. Yo'q, bu yerda faqat chet eldan kelgan mutaxassislar dars beradi. Yo'q, Ha. talabalar bunaqa uxlaydigan joyi bormi? Yotoqxonami? Ha, shunaqa bor. Bor. Agar bu yerda yaxshi o'qisang, senga rektorskiy stipendiya berishadi. Undan tashqari chet ellarga jo'natishadi. Chet ellarga? Ha? Добрый вечер, qizlarchalar. O'ziman Termizdaman. Sen bunaqaga? Sen kim eding sen? Papilomanmi kim eding? Ukam Kamila Loloman. Qani mana 20 mingga ber bu. Уже перебор, jonga tegibos, ukam. Bizani ham aldashyapti reklama beruvchilar. Bizga ham oson tutavermang blogerlarga, ukam. Menga qara, menga. Seni kim aldaydi, tushundingmi? Menga 20 ming ber. Mana sizga 20 ming. Jinda. Aktiving tushib ketsin.